ustozga prank qilishdi, juda yaxshi ko'raman. 5-prankim. Minish taqiqlanadi yozuvini yopishtiryapmiz. Reaksiyalarni ko'ramiz. Yopishtiring aka. Ayamasdan yopishtiring. Minish taqiqlanadi. Ketdi. Nari tomon ham bo'ldimi? Yuring, kamerani olib kel. Bo'ldi. Ket. Sen ustozni chaqirib kel, bor. Endi narsa yopishtirib qo'y. To'qinchi nima debdi? Minish taqiqlanadi. Minish taqiqlanadi. Yili borku buni. Eskimi mashinangiz? Yo'q, yili yaxshi. To'xtab turing hozir. Kim yopishtirdi uni? Bag'iga ham yopishtirib qo'y. Ben hiç qanaqa 4 yil haqqim bor. Qazini ham yo'qman yo'qman. Yuribsiz mashinamizga anaqa stiker yoptirgan minimum ediga. Ha, sizni mashinangizni vaqt tugab qolgandir-da. 4 yil bor, hujjati bor, 4 yilga to'liq hujjati bor. Qarab turmaysizmi? Hazillashdi. Uni prank qildingizmi yani? Bu yomon kepata qiliqlaringiz bor, qayerda chiqartdingiz? Mana bu yerda. Anaqa choy xarobot yiqilamiz deb chiqartirib olaylik. Ketdilar. Ha, hazillashdi. Nima? Haligi fikrlarni chiqaryapsizlarmi? Ha, sizlar choy xarobati ochmoqchisizlar-a? Ha? Shunga stikerlar ham so'ramiz ularga ham. Tadbirkorlar uchun juda trendda bo'lyapti. Lakinkalar tovarlarga yopishtirishadi. O'zlarini tanitgani. Hozir sendvichlar qilyapmiz, qatiqlar qilyapmiz. Agar tadbirkorlar ko'pdan katta miqdorda chiqaradigan bo'lsalar, arzon qilib beramiz. Bannerlar ham chiqaramiz, laklinkalar, mashinalarga laklinkalar, nomerlar, bo'rtma harflar chiqaramiz. Menda tushunishim bo'yicha reklama sohasidagi kichkina qadoqchalardan boshlab katta bannerlargacha, bo'rtma harflargacha xizmat qilib berishar ekan. Ammo mana o'qitib yuborishdi. Shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, akalarga aloqa qilasizlar. Adresimizga keladigan bo'lsak, o'zimizning Sada masjidi ro'parasidagi yonginasi svetofor tagida xizmat qilishadi.